Cho'ng tipdagi vahimalik ovozliq asar O'lim poli. 1-kitob. 26-qism. To'xtang. Yuzingizni surtib oling. Men bu qadimgi safaringizning yaxshi-yomonligiga pol ichib boqay. Men astoydillik bilan dedim. Yangyun bir daqiqa hangiqib turib qolgandan keyin chiroyini birdila silkib asli holatini ko'rsatdi. Ko'z oldimda 20 necha yoshlar chamizdagi qiron yigit turardi. Ha? Yangyun shuncha boldir o'lib ketdimi? Yandagi Jang-Changma sal tasoddifilik his qildi. Men Yangyunning o'lguniga 1000 yildan oshgan qeri deb o'ylabdim. Uning buncha yosh ekanligini o'ylab boqmabdim. Biroq uning chiroyi boldirda o'ladigan chiroy. Uning chiroyi bak chiroyli, lekin nima desam bo'la? Uning qalbaki bakli nefis. Yuzi yanada o'lchamlik g'oz tuxumidak. Xudo ayollardek nozik. Bu ish meni gangirtib qo'ydi. Uning chiroyi asli yomon emas edi. Biroq uning qishi bak tor. Ko'zi cho'ng bo'g'ashqa qishining ta'lini yushirib umri qisqa bo'lib qolgan edi. Ha? Yangyun menga olib qo'yib, nima qalayimqan pol otsan da'vatqanda qiladi. Men sal kulkilik his qilib, quruq yo'tilib edim. Uning hayotiga bir necha qitim qardim. Lekin uningda hech qanday baxtsizlik ko'rilmadi. Lekin hozir oy nuri tushib, uning yuzlari ko'kish ko'rinadi. Bo'ldi, siz tushib keting. Esingizda bo'lsin. Bu sojasning mijozi o'sal. Uningga ozroq yo'l qo'ying. Men Yangyunga qarab dedim. Yangyun beshini lang'ishdi. Uning yuzi bir silkinishi bilan qog'oz odam yuzi yana bir qatim paydo bo'ldi. Uning badani yengil layladi. Asta suv ostiga kirdi. Siz uning bilan tanishqili qancha yil bo'ldi? Deb so'radi Jang-Chang qisiq. Yerim kun. 5 soat qo'dayman. Dedim o'ylanib turib. Rostmi, yolg'onmi? Jang-Chang Roshanga ishonmaydi. Do'lamni chiqarib, eranchilik bilan javob berdi. Men uningga yordam qilishga ma'qul bo'lgan. Albatta oxirgacha yordam qilaman. Jang-Chang gap qilmadi. U menga birdan tikilib qarab turdi. Chiroyida sovuqlik ko'rinmadi. Qaraganda u ko'zimga sig'ib qolganda qiladi. Menmi ko'p o'ylamadim. Jang-Changdek odamning mijozi g'alita, biroq bunday odamlar do'st bo'lsa yomon emas. Do'stlar uchun o'tdan qo'rqmaydi. Jang-Chang yana kema uyga kirib, bir xo'rozni ko'tarib chiqib, kemaning beshiga bog'lab qo'ydi. Men uningdan buning nima ma'nosi borligini so'radim. Jasadni suzib olguncha kemaning beshida cho'qim tirik narsa bo'lish kerak. Har vaqt nazarga bersa bo'ldi. Bo'lmasa, suv ostidagi narsani ko'z tushidi. Men boshlang'ich deb gap qilmadim. Birdamdan keyin Yangyun suv ostidan chiqdi. Uning chiroyi tutilib ketgan edi. Men kulkamni besib olib, Jang-Chang bilan birga ko'ngil bo'lgan holda uning yoniga berib so'rdi. Qanday bo'ldi? U menga yana bir kichik xotin tep berib, ep ketishimni aytdi. Acaba biz ayolni uningga o'tnib beramdiq? Yoki uningga bir ayol desatni tep beramdiq? Bu ishkilisi qonunga xilof. Bu hargizmi yaxshi emas. Boshqa maslahatlashkidak yer yo'qmi? So'rdi Jang-Chang. Biz uchimiz sukut qildik. Bundoq talabga cho'qim ma'qul bo'lolmaymiz. Acaba mushundaqlik qo'rqib ketandiq? Yana boshqa amal bormi? Masalan, uni boshlab kelib, ondan uni o'ldirib o'tish degandek. Yangyun o'ng'aysizlangan holda beshini chayqab. Bu jasad bak yomonkan. Men suvga tushgandan keyin suvning ostida nihoyat og'ir jasad purqini his qildim. Uchimizni qo'shsak, uningga teng kelamasligimiz mumkin, dedi. Men hayron qoldim. Meni hisobga olmagan taqdirdami Jang-Chang bilan Yangyunning jangovorligi ustin. Bu jasadning raqibi bo'lamasa, bu haqiqatan ovorchilik edi. Uning ustiga bu jasad chiqmasa qanday qistaydi? Ammo Yangyunning so'zi oxirlashi bilan bir eg'iz sovuq him qilgan ovoz anglandi. Yana azroq o'zini bildi ekan. Uchimiz cho'chib ketdik.
yiroqdagi suv yuzida to'satdan bir cho'ng narsa paydo bo'ldi. To'pchasi xuddi bir jasad sandig'iga o'xshaydi. Bu jasad sandiqi xuddi bir cho'ng beliqqa o'xshash iqimga qarshi eqib, bu tarafga serilib kelyotdi. Bir necha nafas og'ucha kiyimning nersi to'xtab, xuddi bir odatdagi yog'ochdek jimjit laylab turardi. Nima ish bilan kelding? Yangyun qo'shilmasdan turguncha dedi. Bu yer Peqirning yeri. Xohlasam chiqima, xohlamasam cho'kima. Jasad sandiq ichidan masxaralik ovoz anglandi. Yangyunning chiroyi tutilib ketdi. Biroq men anglab sal g'angirab qoldim. Bu jasad chiqib ko'ranglayotgandi nima? Bir chetda turgan Jang-Jangga o'g'irliqcha qarab qo'ydi. U yanada chiroyini o'zgartmay, xuddi bu jasadning qo'l solmaydiganligini bildigandek tamkin turardi. Meningcha bu jasadning tuyuqsiz chiqishi qo'l silish uchun emas, balki boshqa ish uchun da qiladi. Sizlar uchunglarning yurkinglar qapda ekan. Peqirning yerigimi bosib kirishga petnipsizlar. Biringlar chaparman, yana biringlar jasadni suzishga usta, yana biringlar ramchi. Mening asla raqibim emas. Sojiyasti so'zlab bu yerga kelganda, menga bir so'g'uq ko'z tikilib turgandek his qilib, tenim shirkinib ketdi. Qandaq? Uchunglar maslahatlash bo'ldinglarmi? Bu jasadni akatmoqchi bo'lsanglar, boshqa bir ayolni tip bersanglar bo'ldi. Esinglarda bo'lsin, cho'qim Yuanyin tinidek bo'lish kerak. Bu ovoz yana bir yangradi. Yuanyin bir-biri bilan chiqish degan ma'noni bildirdi. Bu jasadda qizliq hissiyoti borligini o'ylamabdiman. Bu gaplarni anglab, nima deyishni bilolmay qoldi. Mumkin emas. Yangyun qattiq g'azablandi. Biz uchimiz sening raqibing emas, lekin hozir bir ig'iz gap. O'nchin darhol bu olamga kelib, koni uvani o'rib o'tadi. Peqirga tahdid salmoqchimi? Qani, chumoqchilaringni chaqirgin. Peqirning badinimmi harakatlanmagili uzun bo'ldi. Men anglab, og'zim tortishib qoldi. Bu jasad bak hadidini eshib ketdimi qandaq? Olvosning odamini ko'zga ilmagan bormi? Men Yangyunning inkosiga o'g'irliqcha qarab baqdim. U mushtumni ching tugib, amalsiz qolgandek qiladi. Arvoh bilan jasadning farqi yanada noyda cho'ng. Bu jasadlar 200 yildan ortiq tarixga ega. Haqiqatan zo'migar hisoblanadi. Biroq mushu suv toirsli edi. Agar Changrang daryosining boshqa joylariga berib, kemidanmi cho'ng beliqlarga, hatto rivoyatlardagi daryo muvakkiliga uchrab qolsa, ularning tugashgini shu edi. Biroq hozir uchimiz uning zaminida yetarlik amaliy kuchimiz yo'q. Quruq qo'l qaytishdan boshqa ilojimiz yo'q daqiladi. Nima? Jur'at qilolmayapsan-sa? Ha ha ha. Sujasti qoqoqlab kulib ketdi. Ondan keyin menga sovuq nazarda qarab edi, yuragim ansiz so'qib ketdi. Polchilli, sening nimang? Ustozim, dedim jiddiylashganimni chandurmay. Sujasti so'zini davomlashtirib, agar ustozing bu yerda bo'lgan bo'lsa, men uning bilan boshqa bir sodni qilgan bo'lardim. Biroq sen Soltakning qo'ldan kelmaydi. Bo'ldi qilay. Uchinglar, agar mening talabimga qo'shilmasanglar, yo'qolinglar. Biz uchimiz bir-birimizga qarashib qoldik. Yangyun bir necha minut tinch turgandan keyin qaytayli dedi. Men hang'ib qoldim. Yana so'zlish baxmamdoq. Shu qitimliq fursatning yana bir qitimligi bor. Shunisi dedi Jang-Jang dilg'ul bo'lgan holda. Jang-Jangga nima demoqchi bo'lganini bildim. U ilgari shu qitim bo'lmaydi deb va'da berib, ondan qo'l uzgan. Lekin hozir 2 qitim ishlatgan, 3-qitim muvaffaqiyatli bo'lishi notayin edi. Mangayli. Bu narsaga biz uchimiz tang kelamaymiz. Dedi Yangyun amalsiz beshini chayqab. Uchimiz qaychiq tayyorlanayotganda bir bo'g'iq ovoz anglandi. Azroq bir narsa yeb, suv ichib olsam, jasad joyining fikri yo'qdi. Ko'nglimda xush bo'ldim. Bu opamning do'sti Liu Kempirning ovozi edi. Darhol atrofga qarab edim,
oz tutgan bir mo'may asta kiyimining kengidan kelib atadi. Uning badani yerim egilgan bo'lib, g'ira-shira ko'rinib turgan yuzlari, sangilab turgan ushliq ingaklari to'limi qo'rqinchli edi. Liu mo'ma, sizlar kep qaplig'i. Alman-talman berib, uning qurib qaqshal bo'lib ketgan qo'ldan yulidi. Yana muzdek haroratdan tenim shurkinib ketdi. Qiyirsammu mağdurum ba. Sen Soltekning yulishining hojati yo'q. Boy dedim-ku, narsa yeb, suv ichib olay dedim deb. Liu kampirning mijozi g'alita. Uning bu yerda tuyuqsiz paydo bo'lib qolganini rostli bilamadim. Uning jismi suv yilinibdi. Yang Yun bilan Jang bir-biriga ajablangan holda qarashib qo'ydi. Orqadan ikkalan ko'zlaridan nur chaqnab Liu kampirga mixdak tikildi. Jang qo'lidagi jasad suzish idimikni ching siqim dedi. Liu kampir chiroyini o'zgartmagan holda Yang Yun bilan Jangga qarab qo'yib, yenik qilib qo'ydi. Ha? Bu so'chochaklardagi Liu avliyo. Bugun qanday yaxshi kun? Liu avliyomi tomosha qilg'il kepti, ha? Jasadning ovozi birdila jimib qoldi. Nima? Qarshi olmamsan? Liu kampir hosiga tayinib kemining beshiga, men uning keyindan mangdim. Liu kampir opamning uzun yoshiga chashqanjinimi Liu kampirga tankilanmasligi mumkin. U bak mutaham, bu haqiqatan qaltis ish. Liu kampir, Peqir ikkimiz azaldan bir-birimizning ishiga aralashmaydik. Bugun to'satdan Peqir turgan yerga kelib, menga dapin qo'ymabsan. Jasad sandiqi ichidagi ovoz birdila qattiq g'azablandi. Liu kampir kulibida sarg'ayib ketgan chiqtal ushliq tishi ko'rinib qoldi. Mening yerim dedingmi? Shundaq deyishga jur'ating bor ekan, ha? Eliqi begim bir jasadning mo'shundaq gap qilayotganligini anglab qolsa, qandaq inkos qaytira bo'g'iydi. Buningga qiziqib qelyapman. Ting'irqab qoldim. Liu kampirning hiliqi begim degani daryo olvostimidi? Tahdid silib, Peqirni qistayotamsan. Suvda laylab turgan jasad sandiqi tuyuqsiz silkinib, jasad sandiqining qapqig'i osta ichilib, bir oq qo'l ichidan so'zilib chiqdi. Bu qo'lning ozroqmi qon rangi yo'q. Tirnoqlari yanada qop-qora bo'lib, intayin g'alati edi. Tanni shurkandiratdi. Tahdid silish? Sen o'zingcha buningga mos kelaman dedingmi? Liu kampir so'q keldi. Sen jasad sandiqidagi qo'l kuchaydi. Ushliq tirnoqlari jasad sandiqining ichiga kirib ketdi. Ongdan qoldim. Bugun zodi qandoq kun? Nemishqa bir-biridan mutaham jin alboslarga uchrab qolaman. Liu kampir qo'lni bulanglatdi. Yo'qsa, men sendan necha yuz yil ortiq yashadim. Sen bilan tang bo'g'im yo'q xolos. Ondan u qurib ketgan qo'llari bilan qo'limni ching tutdi. Qo'rqinimdan butun badanim qetib qoldi. Bu Soltek mening avlodim. Shunga u jasadni chiqarib bergin. bu Soltek sening avlodingmi? Acaba umi bir yılanmıdı? Suv jasdi. Bir manga, bir Liu kampirga homiy qilib turibli qoldi-da, darhol masxara qilib, qaqoqlab kulib ketdi. Nima? Bu gapcha sen menga yuz bermaydigan o'xshamamsan. Yüzün ne? Pekir nima deb yüzünü qilma? Jasad so'q kulib qo'ydi. Telva, men adam. Liu kampirning chiroyi tutilib, biz turgan bu paraxod darhol oldiga qing'aydi. Uchimiz qo'rqib ketdik. Chunki men Liu kampirning qeshida, u kiyimining beshida turardi. Uchisidagi qo'rimchappaning ostidan tal yılan quyruqi chiqib turgan bo'lib, mushtumchilik qora tangichilar qo'rqinchli parqirab jonni oladi. Agar Liu kampir o'zini ko'rsatsa, kema cho'kib ketmaydi. Kema barg'ansir qiyishishga boshladi. Qo'rqinimdan kema rishatkasini ching tutib oldi. Shu topda ikki taraf jiddiy holatga tushib, qili ustida qilgan edi. Men yana Liu kampirning amaliy kuchini, jasadning haqiqiy gavdasining qandoqligini ko'rib boqmoqchi edim. Lekin o'ylamagan yerdan bu jasad sandiqi ichidan chiqqan qo'lning tuyuqsiz tuyulib qolganligini, jasadning hech qanday alomatimi yo'q.
xuddi motorliq kemaga o'xshash darhol ta'tir etilib suv ostiga sho'ng'ib tushib suv yuzining ilgirki jimjitligini asli kelganligini o'ylab boqmagan edi. Bu nima ish? Bek tez bo'lib ketdimi qandaq? 300 yil yog'i mashqmi qilib boqmagan bir ablah men bilan baslashalam degan. Jasad sanduqingni chiqib tashlamasam hisob emas. Liu Kempir hosini qattiq silkividi. Yılan quyruqi yalt qilib yig'ildi. Kema silkinib asliga keldi. Men yanada hayron qoldim. Liu Kempir zodi qancha yil mashq qilgandi. Qaraganda jasad so'ngaklaringdan voz kechgan o'xshamamsan. Liu Kempirning bir jup ko'zi suv yuziga tikildi. Suv ostidan bir oq so'ngak laylab chiqdi. Hamda asta bu tarafga qarab boqdi. Jang jasadni suzish ilmigini ilib chiqib, ayolning jasadini tortib chiqardi. Bu jasadni ko'rib, ulug' kichik tinib qo'ydi. Uning qo'risqida teg'ish shakliga kirmagan bir bovoqning jasad so'ngi bor. Omili qo'risqida o'lib qolsa, bir xil intayin cho'ng tragediya bo'ladi. Men bu jasad so'ngiga qarab, bu ayolning hayot vaqtida intayin chiroyli ekanligini his qildim. U bek hashamatli emas, lekin cho'qim oz uchraydigan sohib jamol hisoblanadi. Bo'ldi. Qaraganda bu yerda yemeklik yo'q o'xshaydi. Ketib qolay. Liu Kempir hosni qiqib keyniga burilib ketib qoldi. Rahmat Liu Muma. Keyndan tovladi. Liu Kempir keyniga burilib menga oliyib qardi. Qalaymaqan tuqqan tutma. Meni Muma deme. Mening sendek nevram yo'q. Bundaq yerda log'aylab yurgidek karomatim ham vaqtim yo'q. Dedi. Uning tong gaplarini anglab sal o'ng'aysizlanib qoldi. Boya haqiqatan sal xatarlik edi. Agar Liu Kempir paydo bo'lmagan bo'lsa, uchimiz bekordan bekor qaytatdik. Bildi. Liu Kempir tuman ichida bo'g'iq ovozda shularni degnicha g'oyib bo'ldi. Men bir oz hamiqib turib qoldim. Tuyuqsiz uning shu chog'da bir oydan keyin meni yana bir qatam izlab kelganligini aytganligi esimga keldi. Hozir 10 necha kun o'tib ketdi. Liu Kempir yarim oydan keyin yana kelib meni izlaydi ekanda. Cho'ng tipdagi vahimalik ovozliq asar O'lim poli. 1-kitob. 27-qism. Liu Kempir tuman ichida bo'g'iq ovozda shularni degnicha g'oyib bo'ldi. Men bir oz hamiqib turib qoldim. Tuyuqsiz uning shu chog'da bir oydan keyin meni yana bir qatam izlab kelganligini aytganligi esimga keldi. Hozir 10 necha kun o'tib ketdi. Liu Kempir yarim oydan keyin yana kelib meni izlaydi ekanda. Uning kelishidan qo'rqmayman. Chunki u opam bilan tanishadi. Shunga tabiiyla menga chiqilmaydi. Bugungi yordami ham buni tushuntirib bergan edi. U o'tganda menga bir umid ato qil degan. Men sal g'angirab qoldim. Uningga qanday umid bera olayman? Yangyuan ayolning jasadini yig'ib oldi. Jangchang bo'lsa kema uyga kirib, yana bir xo'rozni ko'tarib chiqib, kemaning quyruqiga bog'lab, o'xshashla bo'ynini kesib etdi. Bu ikkilan Liu Kempirning ishini tilga olmadi. Roshanki ularmi Liu Kempirning bir yılan ekanligini bilgan edi. Gerçi ikkilisi meni nima uchun mushundoq kuchli yilonni to'yganligimga noyda qiziqqan bo'lsa-mu, lekin eg'iz ochib so'ramadi xolos. Jang langarni yig'ishtirib yo'lga chiqdi. Albatta, bu yer tutuq bo'lg'achqa men tabiiyla u yerga munosabatli ba'zi ishlarni so'radim. Yong'in gapni oz qilsa-mu, bu qatimqi safar o'ngishli bo'lg'achqa xeyli narsalarni so'zlab berdi. Masalan, jin shoyatlarga taqobil turishning eng yaxshi amali bodala suyliki degandek bundoq gaplar mening bu sohadagi nazar doiramni xeyli kengaytgan edi. Men uningdan har bir davlatda boshqa bir dunyo bo'lamdi deb so'radim. U kulib turib beshini chayqadi. U yerda qanday ishlar yurishtirildi? Yo'l bo'yi qizg'in paranglashib, nihoyat tezla Jang kema to'xtatgan yerga keldi. Men Jangga men turayotgan joyni aytib, uningga bir oydan kelib 30 ming yuanni elib olishni aytdim. Ishlar xatarlik bo'lsa-mu, har holda o'ngishli oyoqlashdi.
Kechicha qattiq uyquga ketibdiman. Tushimda opam turgan o'ngirga kirib, opam bilan paranglashib o'tatdim. Tuyuqsiz paydo bo'lgan bir oq bo'ri menga etilib, meni besib turib, opamni "Apa dema" deb tillashqa, mo'rlashqa boshladi. Cho'chib uyg'onib ketdim. Boya tushimdagi oq bo'ri opamning qizimidi. Mening ocham tushimlik o menga ancha do'stlarni emasda qilamdi nima? Soat 5 dan oshganda o'rnimdan turib, noshlik qilib, atigandla tijoratni boshlamoqchi bo'ldim. Shu topda gadinimda bir oydan keyin topshirdigan 30 ming yuan qarz bor edi. Do'konning eshigini ochib qarasam, ko'chada kamarlardan chiqqan chashqonlar hammasi bir yo'nalishga qarab yugurib ketyapti. Ko'nglimda g'alitlik paydo bo'lgan bo'lsa-mu, lekin ko'p o'ylanmadim. Tushda Tianjanga telefon qilsam, uning telefoni yana etikkan. Buningdan sal ansirab qoldim. Uning zoti nima bo'lgandi? Uningdan ansirgan holda orqa hovliga o'tib, tushlik tomoqqa tutish qilishga boshladi. Tuyuqsiz yer jahonni larzaga silab, osmondan guldirmami-guldirilgan ovoz anglandi. Men qo'rqib ketdim. Ko'p kunizda chaqmoq chiqib o'tadi. Chaqmoq olib tetib kelgan o'xshamamdi. Chaqmoq to'p-to'g'ri bir yerga 5 qatim so'qib, ondan tinishlandi. 5 qatim so'qilgan chaqmoqda chashqaning hayot qilish nisbati bak to'van bo'lishi mumkin. Qandoqli bo'lmasin, o'tig'i homildor. Tuyuqsiz uningga hissdosh chiqib qoldim. Nima desam bo'la? U bir yaxshi ona. Qadirmash xiyollar bilan bir kuni o'tkazdim. Birimiz so'da bo'lmadi. Amal yo'q. Mana bu turmush, mana bu hayot. Umid bo'lmasa-mu, davomlashtirish kerak. Do'konning eshigini taqay deb turishimga yon telefonim sayrab ketdi. Qarasam Tianjan ekan. Men deb telefonni oldim. Nima ish bo'ldi? Necha ursam itikdaydi-g'o. Men o'zimni tutolmay, uningdan og'rindim. Azroq ishim chiqib qoldi. Tianjanning ovozini bir xil azob chiqib turardi. Men oldirab, "Yordamdingmi?" deb so'radim. Shundoq. Nima ish bo'ldi? Sen zot nima ish qilyapsan? Uning teqicha mendan o'z salohiyatini yuchirayotganligiga ochiqim kelib qolgan edi. Tianjan bir pas jimib ketdi. Bu ishlar bilan qarim bo'lmasin. Ish qilib, men o'z ixtiyorligim bilan qilaman. O'z ixtiyorligim? Yorindiganligini bilib turib, yana borg'idak zodi qandoq ish shu? Ochiqim keldi. O'lishgun borma deb to'ssammi unimadi. Uning nimishqi buncha jon tikib ishlaydiganligini bilmadim. Lekin ba'zi ishlarni madorga qarab qilish kerak-da. Buni keyin bilib qolasan. Men hozir bir parcha rasm avatib beray. Tahlil qilib, ondan menga telefon qaytar. Ma'qul. Tianjan telefonni qo'yib o'tib, noyat tezla bir parcha surat avatdi. Suratdagisi er kishi bo'lib, men bir qarabla bu erning amaldor ekanligini bilib oldim. Chunki u mansabdor, qoshlari qo'yiq, peshonasi keng. Uning ustiga yuzlari yumaloq, mutlaq boylikdan bishorat beradi. Biroq g'alati ish, bu erning xotini yaqinda hayotidan ayrilgan edi. Men tafsili ko'rib chiqqandan keyin Tianjanga telefon qildim. Qandoq bo'ldi? So'rdi u oldirab. Men bayat taklif qilganlarimni bir xatnimi qoldirmay Tianjanga aytib berdim. Seningcha xotinini u o'ldirganmi? Yo'q. Uning chiroydan u garchi qattiq qo'l bo'lsa-mu, lekin o'zining tuqqanlarini o'ldirmaydiganligi chiqib turdi. Dedim peshimni chayqab. Ma'qul, bildim. Zodi nima bo'ldi? Bu er kim? Konkret ahvolni ati uning bilan ko'rishganda deyishayli. Ma'qul. Telefon uzildi. Men eshikni yepib o'tmoqchi bo'ldim. Biroq yiroqdagi qorong'uda bir necha soya bir taxtiravonni ko'tarib men tarafga qarab kelyotdi. Do'kon oldidagi g'uva chiroq nurida qarasam, bu soyning odamchilik cho'nliqdagi chashqalarda ko'rinadi. Men hangiqib qardim. Ular nima qilg'ili kelgandi? Bu 4 chashqan yetib kelgandan keyin ularning ichidagi bir cho'ng chashqan menga engishib turib,
Li ustoz, vaqtingiz bormi? Buzrukvorimiz sizni taklif qildi, dedi. Buzrukvoringlar chaqmoq ofatini o'ngishli o'taladimi? Halimiz o'ngdan ketib qoldi. Buzrukvorimizning Li ustozdan so'raydigan ishi bor ekan. Bo'ladi. Men sizlar bilan birga berib ko'rib boqay. Li ustoz, marhamat. Ishida pokiz yuyilgan mevalar bor. Li ustoz, bahuzur bahrlansizlar. Taxtiravon ichi nihoyatda cho'ng bo'lib, bir tarafdagi kichik ishkopga bir taqsi yop-yechil meva silingan ekan. Bir nechilab beqividim ta'mi nihoyat tatliq, yeyishlik edi. 4 chashqan ushqandek mengib, balo hazil 1 soat yo'l yurgandan keyin to'xtadi va pardani qoyirib: Li ustoz, marhamat. Buzrukvorimizning kutib turganiga xeyli bo'ldi, dedi takalluf bilan va meni taxtiravonga yo'lab chiqarib, oldin qatimga o'ngirga ep keldi. O'ngir yanada gullar bilan qoplangan bo'lib, nihoyatda xushbiroq buraydi. Eliqi chashqanjin o'rindiqda yotgan bo'lib, chiroyi tatirib ketgan edi. Qani marhamat. U mening kirganligimni ko'rib, joyida bilinar-bilinmas medirab qarshi oldi. Oldi bilan bu bola qazodan omon qolganligini tabriklayman. Buningdan keyin ishlar cho'qim o'ngishli bo'ladi. Voy yemisingizmi bo'ladi? Dedim kulib turib. Shundaqmi? Rahmat sizga. Chashqanjin o'rnidan turib ketdi. Men homiqib turib qoldim. Shundala uning bir qo'lining yo'qligini bayqadim. Uning ustiga yo'qqisining osilki putimi op-oq chashqanning puti edi. U odam siyoqini saqlab qolmabdi-da. Chashqanjin mening taajjublangan chiroyimga qarab ochiq kulib qo'yib eg'iz ochdi. Bu qitimqi chaqmoq opati bek qattiq bo'ldi. Men aslida o'ldim deb o'ylagan edim. Lekin bir qo'limda voz kechib hayot qoldim. Chashqanning talaffuzida ancha ko'p xushallik alomati yo'q. Aksicha nihoyatda hasrat chiqib turadi. Men uni bir ayol o'zining tashqi qiyofatiga pek amroq bo'lg'achqa shundoq bo'lgan deb o'ylabdiman. Lekin men uning qo'rsiqqa qarg'an chiroy ifodasidan bolalarining bu qitimqi ofatda omon qolmaganligini qiyos qildim. Kechiring. Sizning meni chaqirib kelishingizga maqsad sizning yana homilador bo'lish fursatingiz bor yo'lini ko'rib beqish uchunmi? O'liq kichik tinib qo'yib, uning qandoq deyishni bilmadi. Chashqanjining balliq bo'lish taqdiri quruq bo'lib, bu uning bu umrida homilador bo'lish fursatining endi yo'lini tushuntiradi. Bu uning uchun nihoyat rahimsizlik edi. Chashqanjin beshini chayqadi. Chiroyida tasvirligisiz bir xil tushkunlik chiqib turadi. O'zimning ahvoli o'zimga ayon. 5 qitimliq chaqmoq mening 300 yillik aqidamni bekor qilibdi. Hatto tenimdagi manfiylikmi tarqalib ketdi. Bir necha minut jimib ketgandan keyin chashqanjin eg'iz ochdi. Mening bu qitim sizni taklif qilishim haqiqatan sizni menga yana bir qitim pol ichib bersin demoqchi. Farzat bilan munosabatsiz. Qanchalik vaqtim qolganligimni bilgim bor. Hayotimga pol ichib berang demoqchimi? Chashqanjin beshini lang'itdi. Men bu qitim 300 yillik hayotimdan quruq qoldim. 10 yil ichida burunqi taqvoligimga qaytib keta olsam, yana necha yuz yil yasha olishimda gap yo'q. Lekin qaytib kelamsam, eng ko'p bo'lganda 50 yil yasha olmayman. Chashqanchining bu gapini anglab, men uning jon taqdiriga tikilib qoldim. Uning jon taqdirida bir tiksizlik paydo bo'ldi. Uning hozirgi turqi va holatidan qaraganda haqiqatan uning degini bo'yicha burunqi holatini asliga keltirgili bo'lmaydi ekan. U eng ko'p bo'lganda yana 40-50 yil yashay oladi ekan. Shundaqmi? Chashqanjin mendan so'radi. Beshini lang'itdi. Chashqanjin ochiq kulib qo'yib, "Amsa menga bir yo'l ko'rsatib bering." Men sukutga cho'mdim. Uning hozirgi taqdirini chiroyga qarab hisoblab chiqolmadim. Chunki so'ngak bilan hisoblash, qo'l bilan hisoblash, hatto gaz bilan hisoblash qatorliqlarning uningga hech qanday roli bo'lmadi. Yuqoridagilar uni o'limga bo'yilmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, lekin undaq bag'ir tashliq qilmadi. Bu uningga hayotlik yo'li qoldirganlik. Biroq bu hayotlik yo'lni u o'zi izlashga to'g'ri keldi. Men birpas o'ylanib olgandan keyin uningga qarab turib,
bir xatni, ya'ni ko'nglingizni o'ylagan xatni yozing, dedi. Xatlik hisoblash ikkinchi darajalik palchi alan egilaydigan bir xil hisoblash usuli bo'lib, to'rtni hisoblashga o'xshamaydi. To'rtinchisi odamga qarab hisoblandi. Xatni bo'lsa, ko'ngilga qarab hisoblaydi. Men xat orqali hisob yalaydigan, hisoblayolmaydiganligini bilmayman. Ammo sinab boqmoqchi bo'ldim. Chashqanjin beshini ling'ishtirib qo'lni silkividi, yendagi dedaklar darhol ichidan ustalni ilib chiqib, qalam qog'oz tayyorladi. Chashqanjin mo'y qalamni ilib, qog'ozga hayot degan xatni yozib menga sundi. Men bir qarab o'tgandan keyin chunqur xiyolga patdim. Taxminan 3 minutdan keyin kulimsirgan holda: "Xotirjam bo'ling, sizning umringiz hargiz 50 yil emas", dedi. Nima uchun bundoq deysiz? Bu xat qarmoqqa oddiy ko'rinsimi, lekin sizning ruhiy holatingizni ko'rsatib berdi. Chashqanjin homiqib turib qoldi, ham qiziqib man qaradi. Bu xatning o'ng tarafi suv, sol tarafi yilonning beshorati. Oddiy qilib aytganda, sizning hozirgi holatingiz suv yilidan ancha farqlanmaydi. Suv yilini faqat suvda yashaydi. Onda sonda qirg'oqqa yetib bordi. Uning ustiga suv yilini to'lg'ich orqali badanni harakatlantirdi. Bu xil to'lg'inish holati tirkishga bak o'xshaydi. Demak, sizning hozir joningizning siz xohlamagan holatda qopsilib qolganligini tushundirdi. Ammo siz bak tirkishib o'sib chiqib ketmoqchi. Sizning keyingi yo'lingizga kelsak, Buningdan keyin qanday qilaman? Chashqanjin toqatsizlik bilan so'radi. Sizning keyingi yo'lingiz bo'lsa, suv bilan munosabatlik bo'ladi. Bu hayot degan so'zni suv, ming va eg'iz deb parchalashqimi bo'ladi. Bu suv bo'yida 1000 yillik narsa izlash. Eg'iz orqali yeyishni ko'rsatadi. Tushunmadim. Chashqanjin ozroq g'angrab qolganda qiladi. Men uningga qarab o'tgandan keyin kulib qo'ydim. 1000 degan 1000 yillik ma'nini bildirdi. Eg'iz degan so'z texmi oddiy. Sizning tariqat sohasini asliga keltirishga usulingiz ko'proq yeyishingiz kerak. Chashqanjin beshni ling'ishdi. Sizning demoqchi bo'lganingiz, men 1000 yillik narsa tepib yeyishim kerakmi? Shundoq deyishga bo'ladi. Suv bilan munosabatlik, uning ustiga 1000 yillik narsa. Sizningcha nimaligini bildingiz-ku deyman. Chashqanjin u yoqdan bu yoqqa mengib, tuyuqsiz bir narsani esiga oldi. U kulimsirgan holda menga cho'nqur qarab qo'ydi. Rahmat. Men nima ekanligini bildim, dedi. Men homiqib qoldim. U nima ekanligini bilandi. Rostni aytsam, men 1000 yillik narsani ko'rib boqmagan, lekin ular cho'qim biladi. Men kulimsirab beshimni chayqadim. Tezqima. Chashqanjinning chiroyiga g'amkinlik yo'qoldi. U menga kulimsirab qaradi. Ustozingiz bilan bo'lgan eng cho'ng farqingizning nimaligini bilamsiz? Men homiqib qoldim. Ustozingizning bek bag'irtash. Siz undaq emas, xeli bo'ladi ekansiz. Nima desam bo'la? Ustamning bag'irtashligining o'ziga tushlik asosi bor. Har bir odamning yashash usuli bo'ladi. Meni benqib cho'ng qilgan odamni uni buni deydigan huquqim yo'q. Pul beramdim yoki boshqa narsami? Dedi Chashqanjin xelidan keyin. Men kulib turib beshimni chayqadim. Bo'ldi. Do'stligimizning yuzasidan haq olmayman. Bayqi cho'ng chashqanlar meni opirib qo'ysa bo'ldi. Chashqanjin menga qarab qo'yib beshini ling'ishdi. Men o'ngirib chiqib, qaytadan taxtirevonga o'ltirdim. Soat 10dan oshganda ko'lbamga yetib kelgan edim. Yuyinib, karvatga o'zimni otdim. Atiganda o'rnimdan turganda, karvat beshida mushtumchilik ketadigan bir oltin turganligini ko'rdim. Men ko'zimni o'lab, xato ko'rib qolgan o'xshayman deb o'ylab, darhol qo'limga ilib, og'zimga qo'yib tishladim. Haqiqatan sap oltin edi. Ustalning ustida bir qator mehvo gulining oyoq izi bor bo'lib, bu izlar Chashqanjin avatgan chashqinlarning izida qiladi. Qalbimdagi hayojonni besib olib, nafas mashq qilishga boshladim. Badanimdagi havo o'zgarib, o'rdaxonaga kirib qolgandek tuyg'u paydo bo'ldi. Bu bir xil ilgirlash edi. Soat 8da mashinaga o'ltirib shahar rayoniga bordim. Bir necha oltin do'konini aylanib, oxir oltinni 28 ming yuanga almashtirdim.
Bu bir necha kunda yana 2000 yuan pul topsam, Jiangjiangning jasad tuzgan pulni qaytarib ololmayman. Xushalliq ichida pulni elib, dafn buyumlari bozorga berib ozroq mol ekanmoqchi bo'ldim. Ustam ketgandan keyin do'konda tuzukmi mol qolmagan edi. Ahvolga qarab, 1000 yuan atrofida sotliq qildim. Cho'ng tipdagi vahimalik ovozliq asar O'lim poli. 1-kitob. 28-qism. Bu bir xil ilgirlash edi. Soat 8da mashinaga o'ltirib shahar rayoniga bordim. Bir necha oltin do'konini o'ylanib, oxir oltinni 28 ming yuanga almashtirdim. Bu bir necha kunda yana 2000 yuan pul topsam, Jiangjiangning jasad tuzgan pulni qaytarib ololmayman. Xushalliq ichida pulni elib, dafn buyumlari bozorga berib ozroq mol ekanmoqchi bo'ldim. Ustam ketgandan keyin do'konda tuzukmi mol qolmagan edi. Ahvolga qarab, 1000 yuan atrofida sotliq qildim. Buning hammasini sotalasam 5-6 ming yuandan foyda olardim. Do'konga qaytib, narsalarni tizib bo'lgandan keyin Tianjindan yana telefon keldi. Vay, nimesh? Jang Fiyerga bir ish bo'lganda qiladi. Seni berib ko'rib baqsin dedim. Nima? Jang Fiyer opasiga hamroh bo'lib ketgan-ku. Nima ish bo'ldi? Menmi bilmadim. Uni men qoldirgan belgisi parcha-parcha bo'lib ketdi. Bu uni yerdan talab qilgani. Tez bag'it. Bo'ladi. Uni o'rnini aytib bergan. Hozir kashf bo'lib ketdi. Taksi to'sib qo'shniga berib, Jonsun kentiga borsam bo'ladi. Ha, emas men hozir boray. To'xta. Sana degan gaplarim esingda bo'lsin. Bek oq ko'ngillik o'zingga dushman. Tianjinning ovozi shundoq ig'ir chiqib bildim. Agar biror xatarga yo'liqib qolsang, o'zing tutib ol. Salmoq bo'l. Men avval bu tarafdagi ishlarni qo'yib turib, darhol yetib borman. Ha, uqdim. Telefonni qo'yib etdim va orqa hovliga chiqib, narsa keraklarini yig'ishtirib yo'lga chiqdim. Do'konning eshigini ichishimg'ila bir mashina oldimga to'xtadi. Mashina ichida 20 ming yuan akilib bergan Yiji o'ltiradi. U menga qiziqib qarab, mendan sirtqa chiqamsiz deb so'radi. Men uningga javob bermay, qaytirib so'radim. Agar pal oshquzmoqchi bo'lsangiz, kech bo'lib ketdi. Kechda pal so'lamayman. Shundoq, pal soldiray deb kelgandim. Uning chiroyi yomon emas. Taqdir o'risini alohida ko'rsatmasi yo'q. Uning qandoq bosh og'irtadigan ishga yo'liqqanligini ham tushuntirib bermaydi. Kechiring, mening hozir sirt chiqadigan muhim ishim bor edi. Ha, bo'ladi. Qaraganda beyab vaqtga kelib qaptiman. Sizni og'ash ketaymi? Men rad qilish ma'nosida beshimni chayqadim. Ha, undaqda men sizni izlab kelay. Bir necha kundan keyin kelam. Men o'zimni qachon qaytib kelganini bilmayman. Ma'qul. Yiji beshini langishtirgandan keyin mashinani haydab ketib qoldi. Kent eg'izga qarab mangdi. Kent eg'izni saqlab turgandan keyin taksiga o'ltirdim. Qo'shni nahiyadagi Jiangsun kentiga qancha pul ketadiganligini so'rasam, shu bir gap qilmay menga qiziqib qarab qo'ydi. Ukam, siz Jiangsun kentiga berib, nima ish qilasiz? Birisini izlayman, qancha pul? 300 yuan. Shofir ustam 3 barmog'ini chiqardi. Yuragim bir pas og'ridi. Beshini langishtirgandan keyin shofir ustam Michael opani birla dasab mashinani haydadi. Men yo'l bo'yi gap qilmadim. Jiangsun kentiga berishga oz deganda 2 soatdan ko'proq vaqt ketganligini bilatdim. Ko'zimni yumib birdan uxlab oldim. Qanchalik vaqt uxlaganligimni bilmayman. Uxlab qarang bo'lib qolganimda shofir ustamning meni chaqirganligini angladim. Keldik. Soatga qarasam 3 soat o'tib ketibdi. Qattiq uxlab ketibdiman. 300 yuan sundim. Shofir aka jazmlashtirgandan keyin mashinaning eshigini ochib tushib ketdi. Bu chaqda kech soat 9 bo'lgan bo'lib, Simon yo'l yiroqlarga so'zilgan edi. Kent xili obat bo'lsa kerak, hamma uylarda chiroq yo'riq edi. Men bu kentga kelib boqmagan bo'lg'achqa, faqat odam tepib Jang Fiyerning uyining qayerligini so'rashga majbur bo'ldim. Ko'cha eg'izdagi birinchi uyning eshigini chakdim.
Qo'lida tomoq tutib olgan bir eshikni ochdi. Kimni izlaysiz? Janfiyerning uyi qayerda? Bilmayman. Erning javobi meni hayron qoldirdi. Bu kent cho'ng emas-ku deyman. Qandaqmi bir kentlarni tuniyammisan? Uning chiroyidan oddiy sodda dehqonligi chiqib turdi. Meni oldimasligim mumkin. Kentinglarda eri o'lib ketgan, qizi oliy maktabda o'qiydigan ayolni tunamsiz. Savol shaklini o'zgartib qayta so'radi. O'ylanib olgandan keyin yana beshini chayqadi. Yo'q. G'ayretlik his qilib qoldim. Ajaba, men xato kelib qoldimmi? Bu Jansun kentimi? Beshini langishdi. Shundaq. Men o'ng'aysizlanib kulib qo'yib, rahmat etib, uning eshik oldidan ayrildim. Ham ko'nglimda g'alitlik qilib, yonfonimni chiqarib Tianjanga telefon qildim. Bir hoza sayrab Tianjanning yon telefoni ulandi. Nima ish bo'ldi? Men hozir yaningga ketyapman. Atgangacha yetib bora olayman. G'alit ish. Jansun kentiga kelsam, Janfer ko'rinmaydi-ku. Kent ularni tunniganlar yo'q ekan. Xato emas. Yana bir oildan so'rab, ondan telefon qilgan. Telefonni qo'yib o'tib, yana bir uyning eshigini chakdim. Bu uyning eshigini bir kishi ochgan bo'lib, og'zida bir dal tomoqi bor edi. U g'alati qiyofatda mendan kimni izlaysiz deb so'radi. Janfer ismli bir oliy maktab o'quvchisining uyi qayerda? Janfer? Tonimayman. Dedi beshini qoshlab. Men yana bir qitim so'rdim. U yana beshini chayqadi. O, bu yer gerçi Jansun kenti bo'lsa-mu, lekin Janfer degan odam yo'q dedi. Neytimdan yanmay yana bir oildan so'radim. Natijasi yanada o'xshash bo'ldi. Uchaylan Janfer degan odamning yo'qligini aytdi. Hayronlikda amalsiz Tianjanga yana bir qitim telefon qildim. Uch oilalikning hammasi tunmayman demdi. Tianjanning ovozidan uningmi hayron qolganligi chiqib turadi. Xatolashmagansa? Qo'shni nahiyada undaq kentni faqat bir sil tursa, qandoq xatolashiman? Men ixtiyorsiz atrofga qaradim. Gerçi Jansun kent kelib boqmagan bo'lsam-mu, lekin har bir oilaning eshik oldiga chaplangan viviskadan kentning Jansun ekanligida gap yo'q. Bundaq bo'lsin. Sen avval birer joyni deb aramag'in. Men atdigan borganda Janferni birlikda izlayli. Dedi Tianjan bir pas o'ylanib olgandan keyin. Lekin Janfer bir ish bo'lib qolsa-chi. Uning bilan qarang bo'lmasin. U bir jin. Nima ish bo'ladi? Esonda bo'lsin. Sen uning bilan faqat bir necha kunla tunishgan. Odatdagi do'st bo'lsang-mu hisob emas. Sen shuncha kechda yugurib kelib, uningga yuz kelading. Ya'ni dexe, u faqat bir jin xolos. Ma'qul. Esonda bo'lsin. Agar mehmonxonada yatmoqchi bo'lsang, ikkinchi qavatdagi uyda turma. Boshqa qavatdagi eng oxirgi bir eg'iz uyda yatma. Dedi Tianjan tapilib. Nima uchun? Hech yo'q. Gapimni esingda tut. Kechda birisi ishkin cheksa, hargiz ochma. Mayli ayol kishi qandoq mulozimat qilsin yoki boshqa gap qilsin, ishni ochmasanglar bo'ldi. Telefonni qo'yib o'tib, yon telefonimning xaritasini ochib, eng yaqin mehmonxonani izladim. Yo'nalishni bekitib bo'lgandan keyin menga eng yaqin mehmonxonaga qarab mangdi. Bu kent yangidan barpo qilingan kent bo'lg'achqa ratlik, muhiti go'zal, zamonaviy edi. Rat ozodi uylar. Har bir ko'chada charaslab yonib turgan ko'cha chiroqlari kishiga zamonaviylikni va ozodlikni his qildiradi. Go'zal muhitdan huzurlangach, nihoyatda osonla mehmonxonani tepib keldim. Mehmonxonaning ismi Kechilik mehmonxona bo'lib, kent beshida ko'zga chiliqilgan yerda lap-lap chiroqlar monument deb turadi. Ammo ko'lami ancha cho'ng emas bo'lib, faqat 4 qavatli kichik bino edi. Zaldagi pokeyda bir ayol pokaga yetib olib uxlayotdi. Shalis eqib, yanglar xidala yo'l qilib o'tgan bo'lib, qarab ko'nglim ilishib ketdi. Ayol kishida nazokat bo'lmasa beka. İçimde shunda g'o'dirg'ash ustalga shaploqlab qo'yib edim. Ayol cho'chib uyg'onib olib qardi. Chiroyidan meni bir necha ig'iz tilamoqchi bo'lganda qiladi.
Lekin mening matmush odam ekanligimni ko'rib, darhol chiroyini o'zgartirib, qizg'inlik bilan o'rnidan turib takalluf qildi. Yigit, yotoqda yotay deganma? Kimligingizni chiqaring, tizimlab olay. U so'zlab bitib, menga qo'lini so'zdi. Qo'shimimni turdim. Bundaq ayollarni men ancha yaxshi ko'rmayman. Yotoq bahosini demaylik qo'yay. Kimligimni olmoqchi bo'lyotidi. Kim biladi, meni o'ngdan qo'yamdi taxi. Uning yuzi semiz, qo'shimlar ekan. Qalpoqlari ta'tir, burnining uchi qizil, tipik zaharxanda egisi. Ammo ayolning moliya taqdiri nihoyatda obod edi. Lekin bu omad odatda omaddan yaxshiligini ko'rsatadigan nurga o'xshamaydi. Uning moliya taqdiridagi nurning nihoyatda farqliqligi, uning ustiga rangining to'g'ri bo'lmaganligi, uning bu mehmonxona orqali kelish manbasi aniq bo'lmagan nurg'un boyliqlarni topganligini tushuntirib berdi. Bu xil boyliq ayollarga taalluq. Demak, bu mehmonxona o jihatdagi mulozimatlar bilan ta'minlaydi. Men Tianjinning ta'limiga qoyil bo'ldim. Shun u meni kechda kim ishga cheksa oshmagan deb ogohlantirgan. Balkim Tianjinga mushundaq ishlar doim uchrab turishi mumkin. Bir kecha yasa qancha pul bo'lganini aytmadingiz. Ayol xo'jayin menga qarab qo'yib. Voy yigit, ehtiyot qildikansiz jumu? Sizga o'ri qo'lamanmi? Bu mehmonxona cho'ng emas, lekin muhiti yaxshi ham pokiz. Shunga eng tuvan bo'lganda 51 yuan. Havo tangshig'ish kompyuter saplangan uy olsangiz 20 yuan qo'shib belindi. 51 yillik uy bo'lsa bo'ldi. Bundaq issiq kunda havo tangshig'ishni oshmamsiz? Yigit, gapimni anglang. 20-30 yuan sizlar yoshlar uchun qanchalik puldi? Men kulib turib beshimni chayqadim. Ayol xo'jayinning chiroyi tutilib, do'qqidi qilib, daftarlarni varaqlashga boshladi. Men kimligimni uningga berdim. U menga mundaq qilib tizimtib qo'ydi. Ondan u bir bog'lam oshqushni elib, meni boshlab mangdi. Aras, ikkinchi qavatda turmayman. Uning meni ikkinchi qavatga elib chiqqanligini, koridordan qop-qorong'i ekanligini ko'rib, kulib turib dedi. Ayol xo'jayin menga qarab qo'ydi. Ikkinchi qavat salqinroq. Yo'q bo'ldi, 3-qavat bo'lsin. Bo'ladi, ixtiyoringiz. U meni 3-qavatga boshlab chiqdi va 3-qavatning eng oxirgi bir hujrasiga ilib mangdi. Men ichimda yana eg'iz etishga majbur bo'ldim. Boshqa yotoq yo'qmi? Men eng oxirgi hujrada turmayman. Ayol xo'jayin sal xafa bo'lganda qiladi. Bu uy janub tarafda. Kechda derazasini assa shamol chiqadi. Salqin uxlag'ili bo'ladi. Men beshimni chayqab, xohlagancha bir uyni ko'rsatdim. Bu yerda turadigan odam bormi? Yo'q. Amisa men shu yerda yotay. Bu uyning derazasi yo'q. Vaqti kelganda unimay qolmangjumu? Ayol xo'jayin g'o'dirg'inicha yotoq eshigini ochib chiroqni yondirdi. Ichidagi bo'shliq 15 kvadrat metr cho'nqda bo'lib, udul tarafda bir karvat qo'yilgan. Hojatxona sol tarafda edi. Sal koni bo'lsa-mu, lekin yanada pokiz edi. Ammo haqiqatan deraza yo'q edi. Bo'ladi ekan. Rozi bo'lganligimni bildirdim. Bo'ladi. At soat 12 dan burun ochqushni ilib yotoqni qaytaraman. Ayol xo'jayin so'zlab bitib tushib ketdi. Eshikni taqab, karvatga o'zimni tashladim. Yotoq kichik, haqiqatan havo o'tishmaydi ekan. Biroq xeyli bir yaxshi ishlarga bo'ladigan bir shamol turg'ish boyini. Shundaqdimi, xeyli bir hozirgacha uxlay olmadim. Tuyuqsiz telefonimga uchur kelishga boshladi. Birinchi, keling, men 203 da. Ikkinchisi, keling, men 205 da. Uchinchisi, keling, men 306 da. Bu nima degani? 203 bilan 205 ikkilisi ikkinchi qavatdagi uy. Bu 306 bo'lsa, men turgan yotoqning eng chetidagi uy. Ichida nima bo'lishidan qat'iy nazar, Tianjin yo'l qo'ymasa, men albatta bormayman. Nima qilarini bilmay turganda yana bir uchur keldi. Hargiz 302 da turmam. Men homiqib qoldim. Bu uy 302 edi-ku. Bu ayol xo'jayin meni qasdan bayotniki 3 eg'iz uyga akirib, hiyli ishlatmaydigandi. Nima ko'rim? Telefonni taqab uyqumni uxlay.
telefonimni etivitay deb turganda yana bir ismsiz uchur keldi. Men sizni izlab borman. Bugun kechda ehtiyot qiling. Jiddilashib, sovuq terlab ketdim. Elimi yaxshi bir botulga kichik balning suyuqini ilib olgan. Uning yerimini chechivatdim. Yamini kelsa, qolgan chechivatsam bo'ldi. Hamma narsa g'oyib bo'ladi. Lekin shundoq o'ylagan bo'lsam-mu, lekin ko'nglimda yana bir oz ansirashga boshladi. Qandoqli bo'lmasin, bu yer notunish edi. Men o'rnimdan turib, qulupni qaytadan tekshirib, qulupning etilganligini jazmlashtirgandan keyin ustiga bir stakan suv quyib qo'ydim. Odam kirsa, aynak stakan yerga tushib chiqilib ketadi. Bundoq bo'lganda uxlab qolsam-mu, cho'chib uyg'onib ketadi. Bu ishlarni qilib bo'lgandan keyin telefon o'ynamay, uyon-buyon o'rilib uyquga ketdim. Qanchalik vaqt o'tdikin, men nihoyatda silkinib ketdim. Bu xil silkinish xuddi yezi yo'lida ketayotgan mashinada o'tirgandek tuyuldi. Men ko'zimni ochib, atrofga bir qur ko'z yugurtgandan keyin yana boya kelgan taksida ekanligimni qiyos qildim. Orqani ko'rish aynigida boyqi shofir ustaning chiroyi aks etib turadi. U menga qarab kulimsirdi. Men qandoqsiga mashinaga chiqib qoldi. So'rdim unga. U faqat kulimsirab gap qilmadi. Chiroy ifodasi bir xil edi. Men tag'i uni anglamadimmikin debdiman. Shuning bilan shofir ustaning o'rindiqini tutib, yaqinroq surilib so'rmoqchi bo'ldim. Lekin bu o'rindiq nihoyatda yumshoq bo'lib, qog'ozdan yozilgandek edi. Ajiba. Ixtiyorsiz o'rindiqning bir burchigini qayirib etdim. U rostla oq qog'oz edi. Uning ustiga bu oq qog'oz menga nihoyat tunish. Do'konimdagi uylikka sotilgan qog'oz odam. Qog'oz mashinaga ishlatadigan material ekan. Men shofirga qarab varqirib edim. Neymiş bo'ldi? Men qog'oz mashinaga o'tirib qoptiman-ku. O yana kulimsirab menga qaradi. Men nafsimni to'xtatib, yana bir qitim yaqinlashdim. Lekin titrab turib, bu orqani ko'rish aynikining rasm qog'oz ekanligini bayqadim. Shofir o'rindiqning yonida o'tirgan odam oq ko'ylak kiygan ayol bo'lib, u beshini burab, tatarang'i chiroyi bilan menga qarab kulimsirdi. Men o'zimni to'xtatib, yana bir qitim yiqilishib, orqani ko'rish aynikining rasm qog'oz ekanligini bayqadim. Shofir o'rindiqning yonida o'tirgan odam oq ko'ylak kiygan ayol bo'lib, u beshini burab, tatarang'i chiroyi bilan menga qarab kulimsirdi. Tenaka? Jafir. Qo'rqinimdan yuragim qo'zg'alib ketganda tos qoldi. Sana pirish bo'lganmi? Bu yer nima ish qilyapsan? Men jin. Jinning gipiga mishengan bormi? Jafirning tatirib ketgan chiroyi, ko'kish qalpuki, salpal chiqib qolgan ikki tal tishi intayin surlik ham qo'rqinchli edi. Cho'ng tipdagi vahimalik ovozliq asar O'lim poli. 1-kitob. 29-qism. Men jin. Jinning gipiga mishengan bormi? Jafirning tatirib ketgan chiroyi, ko'kish qalpuki, salpal chiqib qolgan ikki tal tishi intayin surlik ham qo'rqinchli edi. Sen ishik chekilgan ovozdan ko'chib uyg'onib ketdimi yoki tushdagi Jafirning kulgisidan ko'chib uyg'onib ketdimi? Ishqilib, butun badanim tarlab, o'l bo'lib ketgan edi. Ko'zlari chakchaygan holda uyning eshigiga mixday tikildim. Eshikni kim chekkandi? Balkim xato anglab qolgan o'xshayman. Yuz ko'zimdagi tarlarni etib, beshimni yostiqqa qo'yishimga eshik yana bir qitim ansiz chekilib, meni jiddiylashtirib qo'ydi. Kim? Men darhol kiyimlarimni kiyib, yurakdek holda varqirdim. Hamda sumkamdagi kichik pol suyuqqa qachlangan mineral suv botilkasini ilib, qo'limni ching tutib oldi. Eshik sirtidan ovoz anglanmadi, ammo eshikning chekilgan ovozi yana anglandi. Qo'shimimni turib, eshikka asta yiqilishib yana bir qitim so'radi. Kim? Yerimga ichida mening uxlashimga daxl qilma. Yurish tamoqqa ep kelgandim. Sirtda bir ayolning ovozi anglandi. Bu ovoz nihoyatda notanish bo'lib, mehmonxona ayol xo'jayinining ovozi emas edi. Görüş tamoqi. Men görüş tamoqi agilib berdimisam ya? Yerimga ichida nima tamoq bu? Yo'q, kerak emas. Eshik tarafga qarab to'ladi. Sirtdagi ayol mening ovozimdan ochiqlanganligimni bilsa kerak, oyoq tebishidan yiroqlab ketganligini ilg'i qilib,
dedim-de, qaytadan karvatga chiqib o'ltirdim. Qoida bo'yicha aytganda, men boya ayol xo'jayinning chiroyini ko'rdim. Uning bu mehmonxonasi ashu mulozimatlar bilan ta'minlaydi ekan. Acaba boya u ayol yurish tamoqi degani maxfiy belgi o'xshamamdi. Qarasam, dal sahar soat 2 bo'pti. Tianjin sahar soat 6-7larda yetib keladi. Bunga 4 soatmi bor? Uxlamasam bardoshlik bermayman. Men Tianjin kelguncha uxlamoqchi bo'lib, amdili yetishimga ishik chekkan ovoz yana anglandi. Ochiqda o'tim yerilib ketayli deb qolgan edi. Onangni. Bu yerning buzuqlari kecha uxlamay ishik tirilib chiqamdi nima? Ishik tubiga berib g'azablanib varqirdi. Qandoq, nima qilasan? Yerim kechira odam uxlatmay. Menga hech nima kerak emas. Qo'rmi ep kelgandim. Sirti yana hiliqi ayolning ovozi anglandi. Men ishga quliqimni yiqib varqirdim. Nimani tugatmaysan? Boya guruchtamga akeldim dedim. Endi qo'rimni gapni qilasan. Sarangmi nimasan? Yana bir qitimday, menga hech nima kerak emas. Ishik sirtidan yana oyoq tevishi anglandi. U ayol yana ketib qolgan edi. Bu mulozimatning maxfiy belgisi haqiqatan ajoyib g'aroyibgan. O'zimni tutib ololmay, g'o'dirashga boshladim. Biroq men endi karvatga chiqay deb turishimga burnimga xuddi yurish tamg'i turgandek his qildim. Boya hiliq ayol rostla tamoq akagan o'xshamamdi. İxtiyorsiz eshikni ichib qarasam, sirti odam yo'q bo'lib, lekin eshik oldiga ikki qochiq qo'yilgan edi. Uning rostla yurish tamoqi va qo'rimi bo'lib, qo'rimining nima ekanligini belgilab bo'lmaydi. Qop-qora, xuddi tozlangan go'shtga o'xshaydi. Purqi xeyli mazlik taqilatdi. Men so'ngsib o'ltirib yurish tamoqini tutib baqdim. Xamdak qattiq edi. Buni qanaqmi yeyili bo'lsin? Ishikni qaytadan yepib, aynak istakanni qo'lib tutqichiga qo'yib, o'rnimda yotdim. O'ylagan sira xiyollarim qalayim-qanlashib, sal ansirab qoldim-da, yana bunimni chiqarib, Tianjinga telefon qildim. Shuncha uzun sayragandan keyin bo'g'iq ovoz anglandi. Shojan, buncha kechda nimaga telefon urding? Tong yorish bilan yetib borma. Men ixtiyorsiz ishga qarab qo'yib, past ovozda pichirladim. Tianjin, boya bir ayol kelib ishikni chekdi. Ishikni ochmasam ketib qoldi. Birdamdan keyin yana ishikni chekdi, yana ochmadim. U ketgandan keyin ishikni ichib qarsam, ishik oldiga ikki qochiq qo'yilgan bo'lib, birda go'rish tamoqi, yana birda qo'rimi bor ekan. Nima? Bu gapni anglab u ruhlanib ketdi. Sen o ayolni ko'rdingmi? Yo'q. Chiqsam ketib bo'pti ekan. Sen yana qarab baq. Tamoq va qo'rim qashlangan qochiq qanday ekan? Dedi Tianjin. Uning ovozidan jiddiylashayotganligi chiqib turadi. Men peshimni lang'ishtib, ishikni qayta ichib so'ng'izib o'ltirib qarsam, bu qochilar odatdagi farfur qochi bo'lib, hech qanday alohida yeri yo'q. Men yon telefonimga qarab shundoq dedim. Qandaqmi mumkin bo'lsin? Yana tafsil qara. Dedi Tianjin jiddiy ovozda. Uning bu gapidan men ixtiyorsiz uning ichiga bir qochni ko'tardim. Bu meni hayron qoldirdi. Qocha nihoyatda yinik edi. Qocha intayin yinik. Sen hozir qancha qavatda? 3-qavatda. Gaping bo'yicha 2-qavatda turmadim. Ham har bir qavatdagi eng oxirgi o'ydimi turmadim. Gapimni angla. Oldi bilan bu ikki qochini akirib, ichidagi tamoq va qo'rimlarni to'kibat. Ondan qochini aslidagi o'rniga qo'yib qo'y. Ma'qul. Tianjinning gapi bo'yicha ichidagi tamoq va qo'rimlarning hammasini hojatxonaga to'kib, ondan qochini pokiz surtib, aslidagi o'rniga qo'yib qo'ydi. Bo'ldimi? So'rdi Tianjin. Bo'ldi. Endi ishni asliga chin taqab, davomli uxlagin. Ishni taqab, kravatda yotdim. Tianjin telefonda birdamdan keyin u ayol yana keldi. U qocha olaman deydi. Sening uning bilan qaring bo'lmay uyquni uxla deb topildi. Nima uchun? U telefonda xuddi meni döt degandek pichirlab. Senni so'rab baqay. Odatda birasi qanday vaqtda boshqalarga taboq kelib berdi? Qo'rsoq ochqanda döt bir nima ekansa. O'lim jazosiga hukm qilingan jinoyatchiga jazo ijro qilinishining oldingi oqshimi bir vaqt mo'l kechki tamoq beriladi. Ya'ni hozirgidek bir qoch guruch ishi, bir qoch qo'rma,
Buni uzitish tamıqı deyildi. Qo'rqib ketdim. Sening demoqchi bo'lganing birsi meni o'ldirmoqchi. Birsi seni öldürmeydi. Yani kelip cinsini öldürdü. Oddiy qilib aytganda, baya ishki chekkan ayol jin. U seni öldürmekçi. Sen turgan yerde jin var. Tushundingmi? Lekin men sen degan uyda turmasam, nimishqa jinga yo'liqaman. Qo'rqib jiddiylashishga boshladim. Baya men degan har qanday bir uyda turgan bo'lsang, jin sana buncha tuzuk qilib o'tirmay, allaqachon jiningni ilib bo'ladi. Endi qanday qilaman? İxtiyorsiz bolalar suyidagi qochlangan mineral suv botilkasini ching tutib oldim. Men mehmonxonada yotsam-mu, maynat narsalarni ushurtib qilishimni o'ylab boqmagan edim. Men baya sana dedim-ku, uxla. Davomli uxlasang bo'ldi. Boshqa ish qilmasam bo'lamdi. Yo'q. Bu ayol sal turib kelib ishini chekidi. U qochini yig'ishtirman desa, sen pichoq foydasiz, ko'ktat yeyishlik emas deysan. Agar u davomli ishini cheksa, uning bilan qarang bo'lmasin. Bilmas qaypat kirib olib uxlab barsang bo'ladi. To'g'ri. Sen undalarda menga o'rin belgilab ber. Men borgandan keyin udulsin izlab borman. Ma'qul. Tezroq kelgin. Esingda bo'lsin. Bu ayol endi nima ish qilsin, yig'lisin, varqirsin, uning bilan qarang bo'lmasin. Sen faqat uning qilgan ishlarining hammasining seni o'ldirish uchun ekanligini bilsang bo'ldi. Ma'qul bildim. Telefonni qo'yib etdim. Sirti bir ayol olvosining jinimni oldiganligini bilib turib, qandoqmi uxlay olayman? Zerikib qolganimda yana bir qitim atsam, oldi bilan tartib bo'yicha chiqqan ismlar yanada heliqi 3 ning ismi. Nima? Men 203 da sizni saqlayman. Biroq boya eng oxirda ko'rgan bir modda sizni izlab kelaman. Bugun kechda ehtiyot qiling. Acaba bu görüşdə müqi qorma ekegan ayol şumudu? Belkim bu ism başdan oxiri heliqi ayol xo'jayinining bema'ni chaqchiqi bo'lishi mumkin. Yanfonni bir yoqqa qo'yib, karvatda yetib ko'zimni yumib, uzun o'tmayla darvaqa sirti yana bir qatim ichki chekilgan ovoz anglandi. Men darhol o'rnimdan turib, kichik bolaning suyugini tutib, putining uchida dastlab eshikning yeniga kelib, quloqimni ishga yiqib turdim. Taxminan 10 sekund o'tgandan keyin eshik yana bir qatim chekildi. Yerim kechida ishga chekkan kim? Unlik ovozi varqirdi. Qochlarni yig'ishtirib o'tay degan. Darvaqa sirtdagi bu ovoz oldingi ishki qatimliq ayolning ovoziga o'xshash chiqdi. Pichoqqa ol, tomoq tamsizga. Tianjanning menga o'rgatganlarini deb, ondan nafas olmay sirtdagi ayolning inkosiga quloq soldi. 1 minut sukut turgandan keyin sirtdagi ayolning qochilarni yig'ishtirib mangandek oyoq tevishi anglangandek qildi. Acaba u ketganmidi? G'alati ish qo. Mushundaqlik yetib qolganmidi? Nima kar? Uyqumni uxlaychi. Men karvatning yeniga berishimga sirtdan g'alati bir ovoz anglandi. Qo'rqinimdan butun badanim qetib qoldi. U qandoqdir bir narsaning ishga sharildab surkilayotgan ovozi edi. To'g'ri, xuddi pichoq bilayotgandek ovozga o'xshaydi. Bu ayol haqiqatan niyatidan yonmagan edi. Men tabiiy o'yda nafas olmay jim o'tirdim. Bu ovoz nihoyat tezda to'xtab qoldi. Ayolning ovozi yana yangradi. Suv berib tursangiz. Pichoq bilishingga suv berib turaymi? Anаңni. Tianjan degandek uning bilan qarin bo'lmay eng yaxshisi uxlay. Ayol to'xtamay shapi chiqarib, "Hali suv berib turing" desa, hali tomoq qo'rmi ilib kelganda edi. Bu ovozni to'xtamay anglab sarang bo'lib qolay dedim. Bu deyish ovozni anglamaslik uchun yostiqni qulig'imga bostirib yetib oldim. Sahar soat 3 ni oshganda uyqum kelib bo'lmay qoldi. Bu ayol eng oxirgi suv berib turing degan so'zni deb bo'lgandan keyin ovozi birdila to'xtab qoldi. Men bu ayolni voz kechdi. Oxiri xotirjam uxlayalaydigan bo'ldim deb o'ylabdiman. Lekin endi yuz beradigan ishning meni vayron qilib o'tganligini o'ylamabdiman. Eshik bo'liq bilan urilgandek qattiq urildi. Bu ovozdan men rostli qo'rqib ketdim. Kichik bolaning suyugini tutib, to'xtamay urilayotgan eshikka mixdek qarab turdim. Eshikni och! Eshikni och! Tomoqimni yeding! Tomoqimni yeding! Tomoqimni yeb olding! Eshikni och! Sening jiningni olmay qolmayman! Ayolning ovozi yana bir qitim yangradi.
Bu qitim u burnuqdek muloyim emas edi. Xuddi besham ayoldak. Bir tarafdan urib, bir tarafdan tillaydi. Bu harakat bino uyini chaqqanga o'xshab ketadi. Men bir hazat tikilib qardim. Bu eshak shuncha qattiq urilsimi, yanada saq, mazmut edi. Men ichimda g'udrab, yana bir qitim quliqimni yostiq bilan yepib yotdim. U nima qilishidan qat'iy nazar uning bilan korim bo'lmasin. U meni qo'rqitish uchun, meni sirtqa chiqarib, ondan meni o'ldirish uchun bu mudish ovoz meni yana bir soatdan ortiq qiynadi. Bu chog'da soat 5 ni oshgan edi. Ayol mening uningga pisand qilmaganligimni ko'rib to'xtab qoldi. Endi bu taktikasini o'zgartib, shundoq ichinishliq yig'ildiki, yig'i ovozi hili quloq tuyimda, hili karvat ostida chiqqandek qo'rqinchli edi. Nima qilarini bilmay yotqinga purkinib jim yetib oldim. Shu topda mening shuningdan boshqa choram yo'q edi. U shu tariqada meni soat 6gacha qiynab keldi. Sirtda xo'rozning chilg'an ovoz bilan ko'zni yumib ochguncha sirtga shab to'xtab qoldi. Men oxiri 1 soat uxlayoladigan bo'ldim. Ko'zimni yumib, toza tatliq uxlabdim. Qanchalik vaqtdan keyin sirtda yana ichki chekkan ovoz olandi. Cho'chib o'g'nib ketdim. Og'zimni buzib, tilidagi tasliq qoldi. Ishni och. Bu Tianjanning ovozi edi. Xushalliqimda darhol yugurib berib eshikni ochdim. Men u ayoldan ansirishning hojati yo'q edi. Chunki hozir soat 7 ni oshgan. Tong otgan edi. Qandaq bo'ldi? Akşam qiyliq ayol chiroyliqmikan? Tianjan mug'ambarlarcha kuldi. Uni ko'midi. Bo'lmasa bugun kechda yana bir akşam qunib baqamdoq. Tianjan menga qosh ko'zni o'ynatdi. Bo'ldi qila, o'zim qon. Tianjan uyga bir qur sap solgandan keyin tuyuqsiz mendan hayron bo'lgan holda so'radi. Akşam heliqi ayol alvastining nimishqa uyga kirishga petinolmaganligini bilamsan? Beshimni chayqadim. Haqiqatan g'alati ish. U bir hosa g'alaba qildi, ham pichoq biladi, lekin kiramadi. Faqat quliqim g'asb qolay dedi. Agar qiziqsang, Janfiyerning ishini hal qilib bo'lgandan keyin tushuntirib qo'yay. Dedi Tianjan menga cho'nqir ma'nili qilib. Ma'qul, birdan uxlab olamsan. Yoki biz udal Janfiyerni izlamdik. Avval Janfiyerni izlayli. Akşam uning yordam talab qilayotganligini his qildim. Agar bek uzun vaqt ketib qolsa, balkim o'zgarish bo'lishi mumkin. Men peshimni ling'ishtib, kadimga burilibla narsa keraklarni yig'ishtirib, Tianjan bilan chiqib ketdim. Ixtiyorsiz ishga qardim. Saqkan. Bu ishki sirtida hiliqi ayol bir kecha qiynadi. Akşam u ayol zodi nemish qilgan bo'lg'iydi. Ikkinchi qavatga tushganda Tianjan bir qarab qo'yib, yenik qilib qo'yib, davomli pastga tushdi. Xo'jayin kulimsirgan holda menga qarab, "Yigit, akşam yaxshi uxlabsizmi?" dedi. Men texi gap qilmay turibla Tianjan ayol xo'jayiniga tikilib turib, so'g'uq qilib qo'ydi. Bo'lmasa sen og'inamni yatqiga berib bir akşam qunib baqsang bilsa emasmi? Ayol xo'jayinining chiroyi totirib ketdi. "Siz kim?" deb qo'ymayli binoga chiqdingizmi? Men sizni o'g'irlik qildi deb soqchiga ma'lum qilaman. Bu gapni anglab g'azabim palakka yetdi. Bo'ladi, soqchiga ma'lum qilayli. Men soqchilarning kimni tutadiganligini ko'rib baqay. Men homiqib turib qoldim. Tianjanning yeniga kelib o'ltirdim. Bu ayol xo'jayinining chiroyi birdila o'zgarib ketdi. U kulib turib, "Ishkinglar buncha astoydil bo'lib nima qilyapsizlar? Men sizlarga chaqchaq qilib qo'ydim. Ko'nglinglarga olmanglar, ha?" dedi. Anglab, nima deyishimni bilmay qoldim. Bu ayol xo'jayinining chiroyi o'zgartishi kitob varaqlagandan tezgan. Darhol saqlab buni qaytaring. Mening bu yerda 1 minutmi turg'im yo'q. Ma'qul. Ayol xo'jayin hijoyig'inicha 50 kuni menga qaytarib berdi. Men Tianjan bilan chiqib ketdim. Tianjan bu mehmonxonaga burilib qarab qo'yib, shartida qilib yerga birini tukirdi. Ko'nglimga g'alati tuyulib o'tdi. Mehmonxonadagi jinlarning bu ayol xo'jayin bilan zodi qanday munosabati bordi? Bak hayron qoldim, lekin ko'p so'ramadim. Tianjan boya Janfiyerning ishi hal bo'lgandan keyin menga bu ishni tushuntirib qo'ydi. Shu chaqli so'ray. Tianjan ikkimiz qaytadan Jangsun kentining eg'iziga keldik. Yo'l bo'yi gap qilmadim. Boya tuyuqsiz oqshom ko'rgan tush yodimga kelib qoldi. Janfiyer menga so'g'ib kulib qardi. Yana dahi ushliq tishlari chiqib ketdi.
xuddi odam yeydigan olma ostidek yovuzlashib ketdi. Acaba u rostla meni izchil aldayotgandigandi. Buni men jazmlashtirmay qolgan edim. Tianjan kent ig'izda birdam qarab turgandan keyin mendan Tönügün qaysi 3 oilada so'rading? deb so'radi. Men barmoqlarim bilan Tianjanga ko'rsatdim. Agar 3 oiladagilar Zhang Fier degan odam yo'q desa, undaqda 2 xil tushuntirish to'g'ri keladi. Birinchi, bu Zhang Fierning yurti emas. Zhang Fier bu yerda xatar yo'liqdi. Ikkinchi, Zhang Fier boshdan oxir ikkimizni aldab kelgan. So'zlab bu yerga kelganda Tianjan menga jimjit qarab qo'ydi. Chiroyidan bir xil qaranliq chiqib turadi. Cho'ng tipdagi vahimalik ovozliq asar O'lim poli. Birinchi kitob. 30-qism. So'zlab bu yerga kelganda Tianjan menga jimjit qarab qo'ydi. Chiroyidan bir xil qaranliq chiqib turadi. Birinchi sabab shundaqmi? Zhang Fiyerning chiroyidan qaraganda pok, aqlli qizdek qiladi. U odam aldmaydi. Shunaqla men uning yaxshi niyatini foydalanib, meni aldishini xohlamayman. Deganingdek bo'lg'ay. Tianjan beshni lingshitdi. Agar ikkinchi sabab bo'lsa, men naq maydonda uni yo'qdiman. Dedi u so'zini davomlashtirib. Men sukut qilib gap qilmadim. Orqadan men Tianjan bilan bu kentni bir oylanib chiqdim. Yana bir necha oiladan so'radim. O'xshashlar tonimayman, bilmayman degan javobga erishdim. Shunga bu Jiangsun kenti hargizmi Zhang Feining yurti emas. Avval biror joyini tepib ozroq bir narsa yavalayli. Faqat bo'lmasa, kechda uni cho'qim topaman. Tianjanning ko'zlaridan nur chaqnab turadi. Xunan oshxonasiga kirib qo'rma buyurdik. Qo'rsqimiz oshqoshqa, ishkilimiz 3 yil qochidan tomoq yedik. Qandaq, bu qatim u yerga borganda zot nemish yo'liqdi. Qo'rsoq to'ygandan keyin uningdan so'radim. Tianjan bir yutum choy ichgandan keyin asta so'zladi. Bizning odamlar bir tog'ning ichidan bir tayyoshni bayqab qapti. Tayyosh? Xuddi sesigan go'shga o'xshaydigan narsa shumi? Ilgari mushuninga o'xshash nurg'un xabarlarni ko'rgan edim. U xabarlarda biraylan yo'g'on bir parcha go'shni ko'lib olibdi. Eng kichiki dost cho'nliqdi ekan. Qarmoqi odamning ichini ilishtirdi ekan. Lekin u bir xil qimmatli jo'ngi dori materiali bo'lib, odam uni iste'mol qilsa, badanni quvvatlab, kasalliklarni yo'qotadigan degan edi. Shundoq, to'g'ri deding. Shu narsani mendan boshqalar bayqabdi ekan. Tutishib qoldik. Tonishib qoldik dedingmi? Shu narsa jon sepirishga arzimdi. Albatta. Ayni yili Qin Shuang Shufuni dengizga avatib, izdigan mangu qerimaslik dorisining ichida mushu bir xil dorining borligini anglamaganmiding? Buni men albatta anglagan, lekin natijada Qin Shuang o'lib, Shufu shuning bilan yo'qolib ketdi. Bu narsaning tutami yo'q. Ishonmasak bo'ladi, dedim kulib turib. Odam mangu odam. Mangu qerimaslik mumkin emas. Bu nuqtani hech kim o'zgartirmaydi. Tianjan menga chakchiyib qarab qo'ydi. Tayyoshning roli haqiqatan undaq sirliq emas, lekin noiti yaxshi bir rol shuki, odam yegandan keyin yar eg'izi nohaydi tez saqaydi. Yordandinglarmi? Bir odamimiz yorlandi. Sizlarda qancha odam bor? Qiziqqanimdan o'zimni tutolmay savolni yog'dirib o'tgan edim. G'alati ishlarni tashirish atrofida pek ko'p odam yo'qdi. Tianjan pixildab kulib. Kunduzi 20 necha, kechda ozroq, ba'zida 1, ba'zida 2, dedi. Ha, mundoq degan. Shuna qilib, tayyosh kimga tava bo'ldi? Shu mazhabining odamlari ilib ketdi. Tianjanning chiroyida bilinar-bilinmas o'kinish paydo bo'lgan edi. Uningga qarab davomli so'rashga amalsiz qoldim. Tayyosh degan narsa aslida noiti oz uchraydi. Har ikki taraf payqabdi. Natija hamini bir tarafdan g'alabasi bilan oyoqlashidi. Navoda shu mazhabining odamlariga uchrab qolsang, ehtiyot qil. Ularning nomi yaxshi emas. Men kulib qo'ydim. Shu mazhabiliklar yuziga xat yozib qo'ymagan tursa, men boshqalarning shular yoki emasligini qandoq bilaman? Nayt oddiy. Ularning belikida bir chekim bor. Agar uni uchrab qolsang, udulni kessang bo'ldi. Men peshimni lingshitdim.
Biroq jahon shuncha keng tursa, taqdir buyurmasa qandaqmi undaq oson uchratqili bo'lsin. Tağın bağıdın paranlaşqandan keyin ikkimiz oshxonadan chiqib bir kichik bog'chidek o'rmonliqni deb orom oldik. Kech bo'lganda Tianjan Jang yerni chaqirib kelandiq yo'q qarab boqayli. Shu chaqda hammish oydinlashidi dedi. O'rmonliqning ichi salqin bo'lg'achqa birdam manzara tomosha qilib, xuddi sayli soyatga chiqqandek hordiqimiz chiqib qoldi. Kech bo'lganda Tianjan bir oddiy usul tayyorlab Jang Fiyerning olvosini chaqirishga boshladi. Olvos chaqirish amaliyotda noyta oddiy ish edi. Tianjan 7-8 parti seriq qog'ozga Jang Fiyerning ismi va tug'ilgan kunini yozib, bu seriq belgilarga o't tutashtirgandan keyin arvoh chaqirish abzunni o'qishga boshladi. Bir ozdan keyin hech qanday inkas bo'lmadi. Tianjanning chiroyi tutildi. "Nimishqa bo'lmaydi?" so'radim undan. Jang Fiyerning o'lib ketganiga 1 oy bo'ldi. Chaqirsam kelmaslikka haddi emas. Ondaqda o qandaqdimi bir yerga qopsilib qolgandi. Shundoq, ehtimollik cho'ngroq. Shunga u yordam talab qildi. Endi qandaq qilamiz? Tianjan bir pas o'yinib olgandan keyin men hozir faqat bir xil usul orqali uning yo'nalishini his qila olaman. Uni tepish uchun yana vaqt ketadi, dedi. Men hayron qoldim. Tianjan aytgan bu xil usul balkim bir qadar yuqori darajalik to'yin texnikasi bo'lishi mumkin. O gapni dab bo'lib, yenidan bir kompasni edib, bir qo'lida g'alati qo'llarini chimdib, nimalarnidir deb absun o'qib, barmoqlarini kompasdagi yengniga qaratdi. Ustidagi yengni ushqandek o'ynab, 10 necha sekunddan keyin ondan asta to'xtadi. Ko'rsatgan tarafga men o'zimni tutolmay qaradim. Yo'linish va men oqshom turgan hiliqi mehmonxona taraf edi. Undaq emasdi. Oqshom meni bir kecha qiynab olgan ovozda Janfir o'xshamamdi. Ovozi o'xshamaydi-ku. Tianjan narsalarni yig'ishtirib, bir qo'lida kompasni tutib, ko'rsatgan yo'linishga qarab, bir necha qitim qaravatgandan keyin pichirladi. Qaraganda turgan kechda sen turgan mehmonxonada masala xilil cho'nkan. Janfir shu uylarning birida emasdi. Agar tunugun oqshom meni o'ltirmoqchi bo'lgan ayol olvosdi Janfir bo'lmasa, o ikkinchi qavatdagi, yana har bir qavatdagi eng oxirgi bir ig'iz uyga qamilib qolgan bo'lishi mumkin. Biroq o'ylab mushu yerga kelganda tuyuqsiz hiliqi noma'lum uchur esimga kelib qoldi. Uningda sizni izlab kelaman, bugun kecha ehtiyot qiling deyilgan edi. O Janfir shumi? Mumkin. Ikkimiz yana bir oqshom tursak bilib qolamiz. Tianjanning bu gapini anglab bir oz dilg'ul bo'lsam-mo, narsa keraklarimizni yig'ishtirib, tunugun oqshom yotgan mehmonxonaga qarab mangdik. Ayol xo'jayin birisining kirganlik oyoq tevishini anglab xushal bo'lgan bo'lsa-mo, lekin biz ekanligimizni ko'rib, qarshi olmaydiganligini bildirdi. Nim bo'ldi? Sizlar boshqa yerga berib qo'ninglar. Bugun kechda yotoq qolmadi. Tianjan uningga qarab 100 yuan chiqarib, pukayning ustiga qo'ydi. Ovozi so'q edi. Mush yerda qo'nginimiz qo'ngan. Ayol xo'jayinning ochiqi kelib, pukayga qattiq birni urib varqirdi. Ovozning zarbasidan emak ko'chli, tag'ardek qo'rsoqlari, bug'um ballari lig'irlab ketgan edi. Nim qilay deysan? Meni ayol kishi deb bo'za qilib otamsan? Shundoq. Tianjan sus beshni ling'ishdi. Sen ayol xo'jayinning yuzi ochiqdan qizirib ketdi. Tianjan qo'lini so'zib, tamkinlik bilan uningga tikildi. Tunugun oqshom inim turgan uyning ochiqchini bering. Biz shu uyda yana bir oqshom tunamoqchi. Ayol xo'jayin Tianjanga bir hoza hömeyib qargan bo'lsa-mo, Tianjanning so'g'uqliq ham qat'iylik chiqib turgan ko'zlariga bardosh qilib bera olmadimi? Yengilganiga tan berib, ochiqchini elib yo'l boshlab mangdi. jiningdan ayrilib qolma. Tianjan ikkimiz bir-birimizga qaradik. Tianjan yenikini ko'rib qo'ydi. Meni olmagan bo'lishimga ishorat qildi. Darvaqa bu ayol xo'jayinning ko'nglida jin bor ekan. Ikkinchi qavatga chiqqanda Tianjan menga past ovozda, odatda ikkinchi qavatda havo pek tutib, osonla jin paydo bo'ladi. Shunga kallasi bor odam bu qavatni tanlamaydi dedi. Ikkimiz 3-qavatga chiqqandan keyin udul ishkini yopdik. Tunugun seni qiynayotgan hiliq ayol paydo bo'lganda uni tutib olib, Janfiyerning izlariga qilamiz.
Agar Jang Fuer bu mehmonxonada qapsilib qolgan bo'lsa, u o'xshashla arvoh tursa, u chuqum asroq biladi. Ayol xo'jayinning tunugungi olvos bilan nima munosabati bor? Men o'zimni tutolmay qiziqib so'radim. Hech qanday munosabati yo'q. Tianjan beshini chayqadi. Bu ayol olvosda og'icha xo'jayinning yenda odam o'ltirib olsa, ularning munosabati yo'q bo'lmay qolarmi? Nayt oddiy. Boyqi semiz ayol ustunki qavatda tunugunki olvosda borligini bilmaydi ekan. Oqshom sen uchratgan ayol yangi kelgan ekan. Dedi Tianjan. Nima ishqi bundoq deysan? Men ozroq ko'ngrab qoldim. Chunki men ertagan kelganda hech qancha manfilik his qilmadim. Demak, u tixi yangi paydo bo'lgan. Lekin hayronman. Men bu ayol olvosning tishiga tegmasam, nima uchun men bilan qoladi? Men shuning hayron. Sana nima ishqi tuyuqsiz bir jin tegidi? Qaraganda birisi sening jiningni olmoqchi o'xshaydi. Kim? Hozir aniq emas. Bu ayol olvosini tutalsaqli bilamiz. Biroq boyqi semiz ayoldami masala bor. Uning bu mehmonxonasida odam o'lgan. Dedi Tianjan atrofga qarab. Odam o'lgan dedingmi? Tunugunki heliq ayol olvosda emasdi. Buni undan keyin mehmonxonada yazsang, men ilgari sana qilma degan ishlardan boshqa mehmonxonaning temidan suv chiqqan chiqmaganligiga diqqat qil. Bu shu uyda odam o'lganligining bishorati. Tianjanning bu gapini anglab ixtiyorsiz to'rt atrofga qaradi. Haqiqatan tomning ba'zi joylarida suv tomchilari bor ekan. Men o'zimni tutolmay titrab ketdim. Acaba bu uyda odam o'lganmidi? Tianjan mening gapimni anglab kulimsirab boshlanishdi. Ondan ne? Bu uyda tunugun bir oqshom qunibdiman desa. Sirtdagi eliq ayol arvohning oqshom kirolmaganining sababi bu uyda odam o'lganligi uchundir. Chunki bu uyda qo'rsoq ko'pigi bor. Odatda jin arvohlar bu xil qo'rsoq ko'pigi bilan yuqumlansa, osonli aql o'zgarib ketadi. Sen bu uyda tursang, sen bu uyning qo'rsoq ko'pigining vaqtli egisi bo'lasan. Bu ayol olvosda kiraman desa, cho'qimsining ma'qulligini olish kerak. Ma'lum ma'noda aytganda, odam o'lib ketgan uyda turish yomon emas. Tianjan shundoq degach kerilib, karvatga chiqib yotdi. O'ylagan sir qo'rqishga boshildi. Tunugun bu uyda odam o'lganligini bilgan bo'lsam, hargiz yotmagan bo'lardi. Biroq ko'p o'ylab ketma. Bu uyda boshqa jin yo'q. Bo'ldi, sen avval tayyorlik qil. U ayol olvosda qaytib kelganingni bilib bo'ldi. U cho'qim ko'ni ilmikrlarni ishlatib, sana yana bir qitim taboq kelib berdi. Sening yanıla uning bilan qaram bo'lmasin. U ketgandan keyin tunugunkidek 2 qoch tamoqni to'kib yetib, bir qochini sirtga qo'yib qo'y. Yana bir qochini yushirib qo'y. Ondan u eshikni chekmayla bu yerga kiralaydi. Keyingi ishlarni menga topshir. Tianjan bir talay gaplarni qildi. Helim yaxshi, ancha murakkab emas ekan. Osonla tushandi. Bildim. Birdam orom ilib ol. Men peshimni lang'ishdim. Tianjan oqshom bir kecha uxlamagan bo'lsa kerak, ko'zni yumgandan keyin nihoyat tezla xo'rakka tushib ketdi. Uyning ichida ozroq o'rindiqmi yo'q bo'lib, udili yerda o'ltirdim. Qarasam, vaqt xeli bo'ldi ekan. Zerikib yon telefonini yechib qarasam, oldi bilan yana yiliqi uchurlar chiqdi. Keyin necha qatim izladim. Yanala tunugunki ism chiqmadi. Soat 10dan oshganda darvaqa eshik sirtida yana bir qatim ritilniq ishga chekkan ovoz anglandi. Men darhol eshik tubiga berib, shapiga quloq soldim. Kimni izlaysiz? Tamoq yeb kelgan. Yana tunugunki ayolning ovozi ikkilikni jazmlashtirdi. 1 minut o'tgandan keyin sirtdan yiroqlab ketgan oyoq tevishi anglandi. Men dedim. Yana 10 minut saqlagandan keyin sirtda yana eshik chekkan ovoz anglandi. Men yana bir qitim ochiqlandim. Bu ayol qo'rim ep keldim dedi. Men davomli uningga parvo qilmadim. U yana ketib qoldi. Men darhol eshikni ochdim. Eshik oldiga haqiqatan tunugunga o'xshash tomoq silingan 2 qochi bor bo'lib, gurish tex yerim xom edi. Cho'kimi yo'q edi. Men 2 qochini elib kirib, ichidagi tomoqni hojatxonaga to'kib, birini eshik oldiga qo'yib qo'ydim va eshikni yepib o'tgandan keyin ikkinchini yana bir qochini karvatning ostiga qo'ydim. Oradan uzun o'tmay
Eshik birdan chekilib, jimib ketdi. Shapi yo'q. G'alatilik his qilib, telefonimga qarshimga uchur keldi. Uchurda men sizni topolmadim. Darhol bu yerdan keting deyilgan edi. Men mush yerda tursam, nimishqa ketaman? Tuyuqsiz sirtdan yana oyoq tevishi. Orqadan yana bir qatam ayol olbosining ovozi anglandi. Bir qachini topolmadim. Kirib izlayman. Men uningga qanday javob berish to'g'risida ikkilanib turganimda eshik ichidan g'alati bir putning kirganligini ko'rdim. U qog'ozdan yasalgan egiz poshnaliq oyoq kiyib olgan bo'lib, cho'chib ixtiyorsiz keynimga dojidi. Ayol olbosdan nursiz ko'zlar bilan menga tikilib bo'g'iq ovozda: Tamoqni yeb bo'lgan bo'lsang, qochimni qaytirib ber, dedi. Sizning qochingiz menda emas, o'zingizdan izlang, dedim yuramni qisib qo'yib. Sen meni aldabsan. Seni o'ldirib o'taman. Bu ayol ko'zlarini qo'rqinchli chaqchaytib, o'tkir qora tirnoqlarini chiqarib menga etildi. Dal shu chaqda bir seriq balgi etilib kelib, ayol olbosining oldida salyotdek portildi. U cho'chigan holda echinishli chirqirab, kaynimdagi kulimsirab turgan Tianjinga qarab qo'yib, saranglarcha yugurib chiqib ketdi. Tianjin ikkimiz bir-birimizga qarab o'tgandan keyin darhol eshikni ochib, kaynimdan qo'g'lab chiqib ikkinchi qavatga tushdik. Tianjin bir qo'lida kompasni ko'tarib olgan bo'lib, ustidagi inchki yig'na ushqandek pirqirab o'tadi. Ondan uning ichidagi bir uyni ko'rsatib turadi. Bu dal ikkinchi qavatning eng oxiridagi bir uy edi. Tianjin sovuq him qilib qo'yib, bir parcha seriq belgini ilib bevosita ishga chaplab qo'ydi. Sana bir qitim fursat beray. O'zing tashabbuskorlik bilan chiq. Peqir sana yana bir qitim qayta to'rilish fursati beraman. Men faqat tomoq qo'rmi yetkizaman. Ichida ayolning qo'rqib ketgan ovozi anglandi. Meningcha u boyqi Tianjinning seriq belgisini qo'rqib ketganda qiladi. Kim bo'lishingdan qat'iy nazar 3 qitim sanayman. Yana chiqmasang, arvoying chiqib ketadi. 1 2 3 O'lgin keldimi? Tianjin eshikni tepib ochdi. Ichida bir karavotdan boshqa hech nimasi yo'q edi. Men hech nimani bilmadim. Lekin Tianjin sovuq him qilib qo'ydi. Bir jup ko'zi atrofda bir qo'l ko'zi ko'rdi. Bir nur chaqnadi. Qilcha ishkilanmasdan qo'lini o'rib, bir parcha seriq belgini ilib, hech narsa yo'q bir bo'longa chapladi. Men seriq tamtakning chaplangan yerdan echinishliq chirqirgan ovoz anglandi. Buningda tizilib yolurayotgan bir ayol paydo bo'ldi. Uning yuragida bir seriq tamtak bor bo'lib, chiroyidan qo'rqinch chiqib turadi. Rahim qiling, rahim qiling. Janfiyerning sening bilan nima munosabati bor? Tianjinning bundoq so'rashidagi sabab bu ayol qarmaqa Janfiyerga ozroq o'xshab qoladi. U nimishqa meni o'ltirdi? Men bu ayol olvosga duduqlab ketdi. O'rma sharobini ichmay, jazo sharobini ichaydamsa? Tianjin so'q qilib qo'ydi. Bir qo'li darhol bir g'alati qo'lni chimdib chiqardi. Bu ayol olvosdan qo'rqib qattiq tirkishib o'tadi.